Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana xudo xolasa hozir farzandinglar Bahora singlimiz Malayziyaga ketyapti, to'g'rimi? Qanaqa bo'ldi jarayonlar? O'zi firma ishonchlimi? Ishonib jo'natyapmiz xudo xolasa. Xudo xolasa dokumentatsiya tomonidan muammo bo'lmadi? Yo'q, muammo bo'lmadi. Vizalar chiqdi, xudo xolasa. Qizingizga nima tilaklaringiz bor? Kelgusi ishlariga, o'qishlariga? Endi ishlariga biz faqat yaxshi niyatda ularni jo'natyapmiz. Ertaga ilohim yaxshi niyatlarda o'qib kelib, o'sha yerlarda yurtimizga naf tegadigan farzandlardan bo'lib, yaxshi bilimli, ilmli qizlardan bo'lsin, yuzimiz yorug' qilayotgan farzandlardan bo'lsin. Xudo xolasa. Xudo xolasa sizlar firmalaringga o'shani jo'natyapmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. O'zi misol uchun yana topshirmoqchi bo'lgan bolalar bo'lsa, tavsiya qila olasizmi mana shu Phoenix Consulting'da? Xudo xolasa. Tanlovinglar uchun rahmat. Mana bizni tanlaganinglar uchun rahmat. Ishonchlilarni oqlaydi deb o'ylaymiz. Nasib sizlarga chiqdi. Sizlarga rahmat avvalo. Shuncha dokumentlarda yordam berib, mana qildilaring. Ishlaring bundan-da rivoji bo'lib, Xudo xolasa. Yuksak darajalarga erishib yuringlar. Rahmat katta e'tibor uchun, ishonch uchun rahmat sizlarga. Tan jonlaring sog', umrlaring uzoq bo'lsin. Rahmat sizlarga ham ming bor.